Hammaga salom, men ismim Zebo Ravshanova va 5 yildan buyon men rus tilidan dars berib kelaman. Shu 5 yil davomida ko'p o'quvchilarim rus tilini 4 oy ichida bemalol o'rganib, muloqot qilishga o'rganishgan. Bu YouTube kanalini ochishdan maqsad sizlar bilan bor bilimim bilan bo'lishish va ulashish. Oldin faqat short yuklardim, ya'ni TikTokdagi va Instagramdagi videolarni qo'ylardi. Bundan buyon sizlar bilan juda ham foydali ma'lumotlar, ya'ni darslar, qo'llanmalar hammasini qo'yib borishga va sizlarga o'rgatishga harakat qilaman. Meni metodikam orqali sizlar rus tilini tez va oson o'rganishingiz mumkin. Ya'ni bu metodikaning ichida sizlarga juda ham oson formulalar, ya'ni rus tilidagi qoidalar, har xil so'zlar yokida har xil usullar hammasi bo'ladi va bular yordamida sizlar rus tilini juda ham oson formada o'rganishingiz mumkin. Ya'ni juda ham qisqa vaqt davomida ichida sizlar rus tilida tez gapirishingiz mumkin. YouTube kanalining katta foydali tomoni, men sizlarga darslikni to'liq formada ko'rsataman. Ya'ni bitta mavzuni ochib, har bitta joyini tushuntirib, sizlarga ma'lumotni bera olaman. Ya'ni sizlar bu darslikdan keyin bu temani polностью tushunib va shu mavzuga oid bemalol gaplar tuzib va gapira olishingiz mumkin. Agar siz rus tilini mukammal o'rganmoqchi bo'lsangiz, menga obuna bo'ling, like'lar qo'ying va kuzatib boring. Yangi videolarda ko'rishguncha xayr.